Assalomu alaykum. Denov tadbirkor pedagogik instituti Moliya banki kafedrasi o'qituvchisi, professor o'qituvchisi Xudoyberdi Muhammad ma'ruzachi bugungi video darsimiz tadbirkorlik huquqlarini egallashda qadamlar, biznes boshqa asoslari fanimizda mavzu yuzasidan demak ma'ruza matnimizni davom ettiramiz. Biz bugun aynan mana shu tadbirkorlik huquqlarini egallashda qadamlar ketma-ketlik darajasini va ularning moliyaviy manbalari yuzaga keladigan qiyinchiliklar, to'siqlar va u yechimlar haqida gapirib o'tamiz va aynan qaysi programmamizga yordam bera olish haqida gapirib o'tamiz. Demak, biz boshlaymiz aynan tadbirkorlik huquqlarini egallashda qadamlar. Tadbirkorlik nima? O'sha tavakkalchilik imkoniyatlari haqida gapirib o'tamiz. Demak, tadbirkorlik bu yangi g'oyalar, innovatsiyalar, tavakkalchiliklar bilan bog'liq bo'lgan murakkab va qiziqarli jarayon hisoblanadi. Ko'pchilik uchun tadbirkor asosiy xususiyati bu tavakkalchilikdir. Lekin nima uchun tadbirkorlik tavakkaldan boshlanadi? Nima uchun bu juda muhim degan savolimiz bor. Bilamizki, shunday qonuniyat bor. Qancha yuqori risk, ya'ni tavakkalchilik bo'lsa, shuncha yuqori daromad bo'ladigan joylari bor. Tadbirkorlikda o'sha sarmoyangizni ma'lum bir sohaga yo'naltirib, uni daromad olishni maqsad qilib ko'zlaysiz va investitsiya kiritasiz. Albatta bunda tavakkalchilik. Agar siz o'sha soha bo'yicha sohaning egasi bo'lmasangiz, mutaxassis bo'lmasangiz, unda siz tadbirkorligingizni yo'qotishingiz mumkin. Mana shu agar yuzaga kelgan muammolar joyida bartaraf qilmasangiz ham demak mana shu to'siq hisoblanadi bular va tadbirkorligingizni yo'qotishingiz mumkin. Tavakkal va imkoniyatlar deganda tadbirkor yo'lida har bir qadamimiz sizni yangi imkoniyatlar sari olib boradi. Lekin bu imkoniyatlarga erishish uchun siz tavakkal qilishingiz kerak bo'ladi. Tavakkal bu noma'lumlikka qadam qo'yish, barqarorlikni tark etish va yangi g'oyalar va mahsulotlar va yangi xizmatlar yaratish uchun resurslarni xavf ostiga qo'yish hisoblanadi. Albatta siz muvaffaqiyatga erishishingiz uchun reja asosida siz amalga oshirishingiz kerak o'z tadbirkorligingizni. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida, Yangi O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka juda katta e'tibor qaratilyapti va juda yirik sarmoyalar, imkoniyatlar berilyapti yoshlarimizga. Ayniqsa yoshlarimizga juda katta imkoniyatlar beryapti o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yib olish uchun. Nega tavakkal qilish muhim? Yangi g'oyalarni sinash, tavakkal qilish orqali tadbirkor yangi g'oyalarni sinash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu g'oyalar muvaffaqiyatli bo'lishi yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Lekin har ikkala holatda ham tadbirkor yangi tajriba orttiradi. Buyuk mutafakkirlar aytgandek, agar siz tadbirkorlik bilan qanday sohada muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz ham bu dars sifatida qabul qilsangiz, albatta bu bir kun siz uchun hayotda qo'l keladi. Raqobatbardoshlik bo'lsa, bozor raqobatini oshirish, tavakkal qiluvchi tadbirkor ko'pincha raqobatchilardan oldinda bo'ladilar va yangi bozorlar, texnologiyalar, strategiyalar sinashga jur'at etadilar. Bu esa ularga raqobatdosh bo'lish imkonini beradi. Ya'ni tadbirkorlikda qo'rquv degan tushuncha bor. O'sha qo'rquvni siz yenga olishingiz kerak. Agar siz qo'rquvni yenga olsangiz, demak siz tadbirkor bo'la olasiz. Agar qo'rquvni doimiy qo'rquv siz bilan birga bo'lsa, demak tadbirkorlikda yuqori natijaga erisha olmaysiz. Va keyingisi uchinchisi innovatsiya va o'sish. Innovatsiyalar ko'pincha tavakkal qilish natijasida yuzaga keladi. Yangi mahsulot va xizmatlar yaratishda tavakkal qilish orqali kompaniyalar o'zlarining bozorda ajratib ko'rsatish va o'sish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Innovatsion loyihalar, innovatsion texnologiyalar orqali o'z tadbirkorligingizni amalga oshirishingiz shart va darkor va lozim hisoblanadi. Keyingisi demak o'sha tadbirkorlik huquqlarini egallashda qadamlar, demak natijalar uchun ishlang. Har doim natija bo'lsin. Natija bo'lgan taqdirdagina natijalaringizda har kuni yoshdan oldin kechqurun o'sha tadbirkorlik sohangizda sarmoyangizni qaysi tomonga yo'naltiryapsiz, uni qanday sarflayapsiz, kimlarga qanday muomala qilyapsiz, o'sha xodimlaringizga, ishchilaringizga moliyaviy resurslaringizni qanday sarflayapsiz, xodimlaringiz bilan qanday kelishyapsiz, ular bilan kommunikatsiyangizni qanaqa ya'ni aloqani qanaqa mustahkamlayapsiz, ularga qanaqa motivatsiya beryapsiz. Bu albatta hammasi o'sha tizimni natijaga olib boradi. Bu samaradorlikni oshirib beradi. Har qanday tashabbus nafaqat vaqt kuchini, balki juda kuchli motivatsiyalarni ham talab qiladi. Qoidaga ko'ra kamdan-kam odam boshida bu bilan bog'liq bo'lgan muammolarga duch keladi, lekin siz oldinga siljish bilan hayotingizda barqaror narsani o'zgartirish istagi kamroq bo'ladi. Qanday qilib ichki qarshilikni yengish va biznesdagi motivatsiyani yo'qotmaslik kerak haqida bir necha kitoblar aytilishi mumkin. Misol uchun Boy ota va kambag'al ota kitoblari, Robert Kiyosakining yoki
Dale Carnegiening Qalqalov tomlasa yoki bir qancha kitoblar mavjud yoki Semi Effective Now degan kitoblar mavjud. Mana shu kitoblar orqali siz marketing yo'nalishida o'z tadbirkoringiz marketingini yoki qanday qo'rquvni yengish, psixologik jarayonlarni demak haqida demak tushuncha olib borishingiz mumkin. Ikkinchisi, sizga kuch beradigan fikrni mahkam ushlang har doim. Mahkam ushlash kerak. Ayniqsa qiyin paytlarda bularning barchasi nima uchun boshlaganingizni eslang. Nima uchun aynan siz tadbirkorlik boshladingiz? Nega o'zgarish qilishga qaror qildingiz? Sizning yakuniy va eng muhim maqsadingiz nima? Nima uchun siz aynan mana shu tadbirkorlik boshlab, nima maqsadga, qayerga siz mo'ljallab, aynan qaysi nuqtangizni mo'ljallab o'z tadbirkorligingizni boshladingiz? Har doim mana shu esingizda turishi shart hisoblanadi. O'zingizni quvib chiqarishingizga yordam beradigan va sizni rag'batlantirgan bitta fikrni toping. Agar kerak bo'lsa, unga murojaat qilishingiz kerak. Tadbirkorlik huquqlarini egallashdagi qadamlarda asosiy narsani o'zingizga eslatib qo'ying. Yutuqlaringizni tan oling. Ikkinchi shamolingiz ochilganini ko'rasiz. Doimiy ravishda baland ovozda yoki o'zingizga ayting: "Men o'zgaryapman." Bu juda ko'p narsaga arziydi. Tasavvur qiling, siz haqiqatdan ham yangi hayot boshlayapsiz. O'zingiz bilan faxrlanishingiz mumkin. Hayotingizda o'zgarishlar yuz berayotganini eslatish sizni haqiqatga qaytaradi va sizga yangi kuch bag'ishlaydi. Harakatlaringizni takrorlab turing doimiy. Doimiy harakatlar takrorlab tursangiz, bu o'sha amaliyotingizni ham mustahkamlab boradi. Tadbirkorlik huquqlarini egallashdagi qadamlarda demak qoralama yaratishda davom eting. Hayotingizni o'zgartirish uzoq va qiyin yo'l, lekin u 100 barobar to'laydi. Va unutmang, muvaffaqiyatga erishish uchun sizga nafaqat qat'iyat, balki moslashuvchanlik ham kerak bo'ladi. Ba'zida siz boshqa yo'lni tanlashingiz, chetga chiqishingiz yoki hatto to'xtab kutishingiz kerak bo'ladi. Bunda juda ko'plab to'siqlar paydo bo'ladi. Siz ishga xotirjamlikni doim ushlab turib, uni eslab, qayerdan boshlaganingizni eslab, uni hech qachon to'xtatmasligingiz kerak va doim bir qadam oldinga siljishib yurishing. Toshbaqa kabi bo'lingda, doim demak bir qadam bo'lsa ham, sekin bo'lsa ham demak tadbirkoringizni davom ettiravering va o'z kundalingizni tuting. Bu ham sizga tadbirkorlik huquqiga erishishga katta yordam beradi. Bozorni puxta o'rganishga, o'z sohaning egasi bo'lsangiz, o'sha o'rganayotgan sohangizda bozorda qanday ahamiyat kasb etadi, aynan qaysi bozorlar sizniki bo'ladi, qaysi mijozlar sizning mijozlaringiz hisoblanadi. Mana shularni ham bilib olishingiz shart. Yangi mahsulotlar ishlab chiqarish yoki yangi hududlarga kirishdan oldin batafsil bozor tadqiqotini o'tkazing. Masalan, mahsulotlar ularning talablariga moslashish uchun mahalliy mijozlarning ehtiyojlari va afzalliklarini tahlil qiling. Shuni bir narsani aytishimiz mumkinki, kimki jamiyatning ehtiyojlarini bilib, jamiyat ehtiyojiga kelib chiqqan holda innovatsion yondashgan tadbirkorlar, bu albatta muvaffaqiyatli tadbirkorlar hisoblashimiz mumkin. Sinov va sinov. Yangi mahsulotlarni cheklangan auditoriyada sinab ko'rishdan boshlang. Misol uchun bitta mintaqada pilot loyihasini ishga tushiring va ommaviy ishlab chiqarishda oldin fikr mulohazalarini to'plang yoki ommaviy so'rovnomalar o'tkazing. Mana shu bozor tahlilini qiling. Bu sizga tadbirkorligingizning yanada samaradorligini oshirib boradi. Sizning mijozlaringiz kimligini aniqlab olasiz. Bu demak mana shu tadbirkorlik huquqlarini egallashdagi qadamlardan biri hisoblanadi. Keyingi slaydimizda asosiy masshtabli modellar hisoblanadi. Diversifikatsiya bu ya'ni bir mashhur inson aytib o'tgandek, hamma tuxumni bitta savatchaga emasda bir nechta savatchaga sol. Agar u qo'lingizdan tushib ketsa, shuni tushuningki, har xil savatcha solsangiz, qaysidir tuxumlaringiz saqlanib qoladi, qolganlari sinishi mumkin. Xuddi mana shunday qilib mahsulotlaringizni turli xil yangi mahsulot, xizmat bilan yangi bozorga kirib boring. Misol uchun avtomobil kompaniyasi elektr velosiped ishlab chiqarishni boshladi. Ular bozorni o'rgandi, elektr transport vositalari bo'yicha mutaxassislarni yolladi, yangi ishlab chiqarish liniyalarini yaratdi, yangi mahsulotlarni ilgari surish uchun marketing strategiyalari ishlab chiqdi. Bu faqat avtomobilni ishlab chiqarish bilan cheklanib qolmadi. Bu yangi demak velosipedlar ishlab chiqara boshladi. Hamkorliklar, ittifoqlar, birgalikda rivojlanish uchun boshqa kompaniyalar bilan hamkorlik qiling. Bu strategik ittifoqlar va qo'shma korxonalar bo'lishi mumkin. Masalan, texnologiya kompaniyalari yangi gadjetlar birgalikda ishlab chiqish va sotish uchun apparat ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qilish. Ya'ni o'sha sizga kerak bo'lgan vositalarni sizga yetkazib, misol uchun telefon yig'ishingiz kerak bo'lsa, uning kamerasini qaysidir kompaniya, firma yoki korporatsiya yetkazib berishi yoki
uning g'iloflarini yoki boshqa jihozlarini yoki chiplarini yoki boshqa jihozlarni yetkazib berish, ular bilan ittifoqli doimiy hamkorlikni amalga oshirish hisoblanadi. Va keyingisi geografik kengayish. Boshqa shahar yoki mamlakatlarda yangi filiallar yoki vakolatxonalarni ochish. Ushbu model, ya'ni tizimlashtiring demoqchi. Ushbu model mahsulot yoki xizmatlar turli mintaqalarda talab qilinadigan kompaniyalar uchun javob beradi. Litsenziyalash franchising, ya'ni bu yerda o'z huquqini sotish. Bu sizning brendingizni, texnologiyangizni boshqa kompaniyalarga foydalanish uchun litsenziya yoki franchising sotishdir. Ya'ni bu yerda franchising nima? Sotish huquqini berish, ishlab chiqarish huquqini berish, yangi do'konlar ochish huquqini berish. Misol uchun Korzinka bo'lsa, franchising sotib olib, men ma'lum bir hududda o'sha Korzinka nomi ostida yangi do'kon ochsam, demak o'sha franchising sotib olgan. Bu huquq hisoblanadi. Mahsulot liniyasini kengaytirish, yangi mijozlarni jalb qilish, mavjud mijozlarga sotishni oshirish uchun mahsulot qatorlarini kengaytirish, reklamani, ya'ni mustahkamlashingiz kerak bu yerda. Misol uchun maishiy texnika ishlab chiqaruvchi kompaniya o'z liniyasida aqlli qurilmalar qo'shishga qaror qilishi, demak, ya'ni yangi innovatsion texnologiya qo'shish bu yechim bo'la oladi deb aytishingiz mumkin. Masshtablash uchun byudjetni qanday rejalashtirish kerak? Biznes kengaytirish pul talab qiladi. Yangi moliyaviy reja bo'lmasa, qarzga botib ketish oson, juda oson. Ya'ni rejalashtirib ishlang bu yerda. Keling, hamma narsa muammosi o'tish uchun moliyani qanday qilib to'g'ri rejalashtirish kerakligini aniqlab olishimiz shart. Ma'lumotlarni taqsimlab boring doim. Joriy sotuvlaringizga qarang. Oylik, choraklik, qancha sotyapsiz? Ma'lumotlar mahsulot, xizmat, mintaqa bo'yicha taqsimlab chiqing. Taxminiy o'sishingizni prognozlashtirib chiqing. Kengaytganingizda qancha mijozni jalb qilishingiz mumkin? Qancha auditoriyani ola olasiz? Bu savdoga qanday ta'sir qiladi? Va aytaylik, sizning biznesingiz oyiga $50,000 mahsulot sotadi. Yangi joyning ochilishi bilan siz oyiga yana 300 ta yangi mijozlar jalb qilishingiz kutmoqda. Bu esa oyiga qo'shimcha $30,000 daromad keltiradi. Natijada oylik savdo hajmi $80,000 tashkil qiladi. Ya'ni doimiy auditoriyani ushlab turish va byudjetni to'g'ri, samarali foydalanish hisoblanadi. Moliyalashtirish manbalari sifatida o'z mablag'laridan, bank kreditlaridan va investorlardan venture kapitallar, venture farishtalari yoki davlat subsidiyalarini misol keltirish mumkin. O'z mablag'lari albatta o'z cho'ntagingizdan amalga oshiriladi, jamg'armangizdan, kompaniya foydasidan yoki xavfsizligi ko'pincha cheklangan variantlardan amalga oshiriladi. Bank kreditlari esa sizga ko'p pul qarz berishi mumkin, ammo foizlar va to'lovlarga doimiy siz tayyor bo'la olishingiz shart hisoblanadi. Investorlar, venture kapitallar, biznes farishtalari bu sizga ayniqsa investorlar, bu venture kapitallari, biznes farishtalari bu sizlarga yaqin kelajakda oshib O'zbekistondagi biznes farishtalari, venture kapitallar ham bu sizga sherik hisoblanadi. Sheriklar bular. Bular orqali siz biznesingizni rivojlantirish mumkin. O'sha daromadingizni ularga demak taqsimlab bir qancha shartnoma asosida bir qancha yo'nalishlar, usullar orqali o'z to'lovingizni amalga oshirib borasiz. Albatta buni qoplash kerak. Siz katta miqdorda olishingiz mumkin, lekin siz biznesning bir qismini bo'lishingiz, ular bilan doimiy demak o'sha moliyaviy natijalaringizni, moliyaviy samaradorligini rejalashtirishlaringizni ular bilan bo'lishib borishingiz kerak. Albatta daromadingizni ham. Moliyaviy risklarga misollar: xarajatlarning oshib ketishi, yangi zavodlarni qurishda siz to'satdan materiallar va mehnat xarajatlari oshganini payqaysiz. Natijada byudjet ortiqcha bo'lib qoladi. Kutilmagan xarajatlar, masalan, mijozlarni yangi hududga jalb qilish, uskunalarni shoshilinch ta'mirlash yoki qo'shimcha marketing xarajatlari talab qilinadi. Yechim sifatida favqulodda vaziyatlar fondini, ya'ni zaxira fondlarini yoki favqulodda vaziyat fondlarini shakllantirib qo'yishimiz shart. Kutilmagan xarajatlarni qoplash uchun biroz pul ajrating. Masalan, umumiy loyiha byudjetining 10-20% ajratib boring doim. Misol uchun, MCHlarda, masofaviy cheklangan jamiyatlarda ta'sislar tomonidan shakllantirilgan, ularning o'zining zaxira kapitalini ham shakllantiradi. O'zi hisob daromadi 5%, 15% gacha bo'lgan daromadni doim o'sha zaxira kapitalga yo'naltirib boradi. Mana shu holatlar yuzaga kelganda bartaraf qilish uchun tez va juda tez yostiq bilan rejalashtiring. O'zingizga yostiq berish uchun sarflashni rejalashtiringizga ko'proq byudjet qiling. Misol uchun, agar siz $100,000 sarflamoqchi bo'lsangiz, byudjetingizga $120,000 sarflang. Muntazam monitoring qilib boring, xarajatlaringizni doimiy ravishda kuzatib boring va ularni rejalashtiringlar.
va solishtirilgan. Bu og'riqlarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etishga yordam beradi. Kasallikni tez aniqladingizmi, unga davosini ham bering. Agar davosini bermasangiz, uni cho'zib yuraversangiz, bugun ertan indin qilib siz muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz. O'sha muvaffaqiyatsizlikka uchramaslik uchun siz doimiy monitoringni amalga oshiring, nazoratni kuchaytiring. Operatsion xavflarga misollar tariqasida logistika muammolari, xomashyo tanqisligi, uskunalarning buzilishini misol qilish. Logistika muammolari, masalan, yetkazib beruvchilar yoki transport kompaniyalari bilan muammolar tufayli xomashyoni yetkazib berish kechiktirilishlari va bu albatta sizga katta ta'sir ko'rsatadi. Xomashyoni tanqisligi sizning kompaniyangiz ishlab chiqaruvchi sekinlashtirgan asosiy materiallar yetishmasligiga duch kelishingiz mumkin. Bu mahsulot narxini oshib ketishi ham olib boradi va yuqori risk hisoblanadi. Uskunalarning buzilishi, ishlab chiqarish liniyalarining to'satdan buzilishi, ishlab chiqarishni to'xtatishi, buyurtmani bajarishda kechikishlarga olib kelishi mumkin. Xulosa tariqasida shuni aytishimiz mumkin: biznesni kengaytirish aniq reja va ishchil harakatlarni talab qiladi. Resurslarni baholang, kamchiliklarni aniqlang, strategiyalarni ishlab chiqing va tegishli masshtablash modelini tanlang. Batafsil byudjet tuzing, moliyalashtirish manbalarini toping, operatsion jarayonlarni takomillashtirish va yangi texnologiyalar, innovatsion texnologiyalarni joriy etish. To'g'ri mutaxassislarni yollang. Xodimlarni doim o'qitib boring. Zamon bilan hamnafas yashadi xodimingiz. Uskunalarga sarmoya kiriting, logistikani yaxshilang. Agar hamkorlaringiz yirik kompaniya egalari bo'lsangiz, ayniqsa samarali marketing kompaniyalari va sotish strategiyalarini ishlab chiqing. Ya'ni reklamalar, brendlaringizni kuchaytiring, reklamalaringizni kuchaytiring, mijozlaringiz, auditoriyalaringizni kengaytirishni bu yerda xulosa qilib aytyapmiz va taraqqiyotni kuzatish uchun boshqaruv monitoring tizimini joriy qilish. Yana bitta misol tariqasida va qo'shimcha qilib aytishim mumkinki, bu yerda qonunchilik, aynan o'sha tadbirkorlikka siz o'z maqsadingizga erishish uchun albatta qonuniy ishlash kerak. Bu yerda o'z qonuniy ishlaganingizda soliq tizimini tushunishingiz kerak. Aynan soliqda qanday o'zgarishlar bo'lyapti, doim siz buni bilib borishingiz kerakligi aytib o'tadi. Shunday qilib bugungi mavzumiz yakunlandi. Sizlar bilan Xudoyberdiyev Muhammad. Rahmat.